Lasso Tool. Bu asbob ham rasmda kerakli joyni belgilash imkonini beradi. Yuqoridagi elliptical va rectangular marquee asboblaridan farqi kerakli joyni xohlagan shaklda belgilash imkonini beradi. Misol uchun, uchburchak shaklida belgilash mumkin. Navbatdagisi Polygonal Lasso asbobi. Bu asbob ham rasmda kerakli joyni belgilash imkonini beradi. Lasso asbobdan farqi to'g'ri chiziqlar orqali belgilash mumkin. Keyingisi esa Magnetic Lasso asbobi. Bu asbob yuqoridagi ikki asbobga nisbatan imkoniyati ko'proq. Bu asbob kerakli joyni ranglar bo'yicha belgilaydi. Misol uchun, gulni xohlagan joyga nuqta qo'yamiz va atrofini aylanib chiqamiz. Boshlang'ich nuqtaga sichqoncha ko'rsatkichni olib kelib, yana bosamiz. Keyingi asbob Magic Wand asbobi. Bu asbob rasmda kerakli joyni ranglar bo'yicha belgilaydi. Misol, xohlagan rang ustiga sichqonchamiz chap tugmasini bossak, kerakli joy belgilanadi. Endi yuqorida boshqaruv panelida tolerance ni ko'rishimiz mumkin. Bunga qancha katta son yozsak, shuncha ko'p joyni belgilaydi. Misol uchun 60 raqamini yozamiz va enter tugmasini bosamiz va kerakli joyni belgilaymiz. Navbatdagi asbob Crop Tool. Bu asbob rasmda kerakli joyni kesib olish imkonini beradi. Kesib olish uchun enter tugmasini bosamiz. Mana kerakli joyni o'zini kesib oldi. Orqaga qaytish uchun Ctrl plus Z tugmalarini bosamiz. Boshqarish panelidan o'zimizga kerakli o'lchamni yozib kesib olishimiz ham mumkin. Misol uchun 800 ga 600 piksel. Enter tugmasini bosamiz va belgilaymiz. Endi Color Picker'dan, demak, bir marta ushbu rang ustiga sichqonchamiz ko'rsatkichini bosganimizda Color Picker chiqadi. Ranglarni o'zgartirishimiz ham mumkin. Va opacity-dan ranglar orqa ton qanday ko'rinishini ham moslashimiz mumkin. Keyingi asbob Slice Tool. Bu asbob asosan web sahifalar tayyorlashda ishlatiladi. Bu asbobning vazifasi rasmni internetda tez ochilish imkonini beradi. Demak, bu asbobni ishlatish uchun rasmni xohlagan joyga chizamiz. Mana, demak, ko'rishimiz mumkin. Rasm bir necha bo'lakka bo'lindi. Demak, mana yuqorida raqamlar turibdi. 1, 2, 3, 4. Demak, internetda birinchi bo'lib yuqoridagi birinchi raqamga tegishli bo'lgan qism ochiladi. Undan keyin ikkinchi raqam, uchinchi raqam va hokazo ana shu holatda rasm ochiladi.